Bu videomiz ko'proq endi ayollarni qiziqtiradi, erkaklarni qizdirishi mumkin. Bu qarilik, masalan, ezoterikada mana shu qarilikka qarshi organizm qarimasligi uchun o'zini qanaqadir juda ham bir kuchli bilimlari bor. O'shalar o'qigan o'sha bilimlarni men hozir gapirmoqchiman, lekin mana hozir mana kosmetologiya rivojlanib, oxirgi 20-30 yil ichida uni natijalari ham, oqibatlari ham ko'rinyapti. Mana har xil botokslar yo bo'lmasa fillerlar deydi, ular hammasi qanaqa keyinchalik yomon natijalarga olib kelganini yo bo'lmasa operatsiyalardan masalan keyin qanaqadir nima deydi yuzda shu mimikani buzilishlariga olib keladi. Lekin mana Blavatskyni "Разоблачение Изиды" degan kitobida juda ham yaxshi shu ko'rsatib bergan. U даже 100 ga yaqinlashgan, yoshi 100 ga yaqinlashgan ayollarni ko'rib, ularda shunaqangi qarilik alomati umuman yo'qligi, o'zi tanasi baquvvat, keyin o'zi ham ishchan, yuzida ham shunaqangi nur taralib turgan, o'shalarni sababini o'rgangan, o'shalarni hozir sirlarini hammasini o'sha kitobda yozgan, o'shani gapirib bermoqchiman. Men endi o'zim tajribamga o'sha tayanib, qancha odamlar bilan ishlaganman. Birinchi navbatda men o'ylaymanki, odam tashqaridagi bo'layotgan shu masalan ajin paydo bo'ladimi yo bo'lmasa qanaqadir bir qarilik alomati, bu hammasi ichkaridagi muammoga bog'liq. Demak, birinchi navbatda odam ichkarida qanaqa sizda rivojlanish bo'lyaptimi yo'qmi? Chunki bizda nozik tanalar bor. Bu demak mentalni, demak astralni tana deydi, keyin kauzalni, butkhalni tanalar. Bular juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki ular ana shu bizani masalan kauzalni tana orqali mana ko'zga qarab ham bilish mumkin kauzalni tanani qanaqaligi. Mana bir xil odamlarda pustoy, взгляд pustoy deydi. Buni qarasa hech qanaqa bir ma'no yo'q ko'zida. Chunki pustoy hayotda yashagandan keyin kauzalni tana to'lmagandan keyin masalan qanaqadir bir ishlar qilyapsiz, hayotingiz har doim qanaqadir ma'noga, mazmunga to'la, katta ishlar qilyapsiz, rivojlanyapsiz, ana unda kauzalni tana to'la bo'ladi. Ana kauzalni tana birinchi o'rinda mana shu ko'z, взгляд deydi, nigohga qarab ham bilsa bo'ladi. Keyin тусклый взгляд deydi. Juda ham ko'zi ichkariga kirib ketgan, qanaqadir bir nigohi ham demak qarashga qaraganda ham shunaqangi bir ichkari kirib ketgandek bo'ladi. Ana bu kauzalni tanani pustoyligini bildiradi. Endi keyin yana men endi o'zimni shu tajribamda men nimani ko'rganman? Ko'pincha mana energiyasi bo'lmaydi odamlarda. Ko'plarda mana energiyasi bo'lmaydi. O'sha где-то bir 45-50 yoshdan keyin energiya mana Xitoy o'sha Feng Shui degan ucheniyasida eng katta ahamiyat beradigan narsa energiya tsi deydi. Mana shu energiya, demak odam energiya olishni bilish kerak. Koinotdan energiya oladigan bizlar markazlar bu chakralar deydi. Chakra va mana shu позвоночник bo'yicha umr pog'onasida koinotdan energiya oladigan markazlar bor. Ana shu markazlar yaxshi muvozanatda bo'lish kerak. Agar shu narsa muvozanatda bo'lmaganda ham o'sha bilsa bo'ladi, qanaqadir bir xil odamlar bilan ishlaganda juda ham mana charchab ketaman, chunki ko'rinib turibdi qanaqadir pustotda, qanaqadir energiya yo'q. Shu gaplashganda butun energiyangizni unga qarab quyulayotganini ham sezasiz. Shuning uchun bir demak ichkaridagi muammolarni sezish kerak, qanaqadir xatolarni odam to'g'rilashga bilish kerak. Keyin demak chakraviy sistema energiya, koinotdan energiya olishi, shu markazlarni ham hammasini demak muvozanatga solish kerak. Ana endi mana bu Nikolay Levashov degan akademik, kvantoviy fizik, o'shani "Сущность разум" degan kitobini men qayta o'qiganman. Uni fizikada yozgan, kvantoviy fizika juda ham formulalar bilan, endi formulalarga ahamiyat bermasdan oxirida vыводлari bor. Shu xulosa chiqargan, xulosalari lekin juda ham qiziqarli. Ana u aytadiki, demak organizm deydi, tanada deydi, shu fiziklar o'rganganda har mana shu mягкий tkanlar deyapti. Demak bu oshqozon, jigar, ichak, mana даже shu koja, demak teri har 10-15 kunda almashib turadi, har doim yangilanadi deydi. Faqat suyak 15 yilda yangilanadi. Demak, qani bizda qaysi часть, qaysi bir qismimiz bizani qari deydi. Qari qismi o'zi yo'q deydi. Unda nima uchun deydi 15 yoshlik antik bola bilan deydi 90 yoshlik cholni solishtirganda nima juda ham katta farq bo'ladi deydi. Sababi u ichki dunyosida deydi. Sababi uni ichkaridagi nozik tanalarda deydi. Nozik tanalar borligini isbotlab beradi o'sha formulalar bilan. Unda aytayotki, masalan, oddiy qilib tushuntirganda, mana 15 yoshli bola deydi, uni deydi naqasida yo'q. Mana ichkarida deydi, xolodilnik to'lami yo'qmi, yo bo'lmasa uyda qanaqa kvarplata to'langanmi yo'qmi, uni umuman hech narsa qiziqtirmaydi. U deydi koptagini
kuni olib borib deydi bolalar bilan to'p tepdi, xursand deydi. Lekin xuddi o'sha paytda deydi 90 yoshlar cholida o'tiribdi deydi, u hukumatdan norozi, u deydi bolalardan norozi, u atrofdagilardan norozi deydi, qayerdadir xafa bo'lib o'tiribdi, qayerdadir ayblab o'tiribdi, kimlardir g'azab nafratni o'tiribdi deydi. Uni ichki dunyosi butunlay salbiy. O'shanga yarasha deydi, uni hujayralari deydi to'liq yetilmaydi deydi, uni hujayralari to'liq deydi katta energiyani ola olmaydi deydi, katta vibratsiya, yuqorida kelayotgan vibratsiyalarni ola olmaydi. O'shaning uchun deydi, uni deydi demak shu har 10-15 kunda almashayotgan yangi hujayralar ham deydi qanaqadir kasalmand deydi, o'zini ham tanasida ham deydi mingta kasali bor deydi. Sababi ichki dunyosi demak uni hissiyotlari, uni fikrlari, keyin uni mana bu nozik tanalardan mana juda katta mana shu budxiyalni tana, uni ценность убеждения deydi, qadr qiymat, bular ham deydi hammasi unda butunlay boshqacha qadr qiymat deydi. Kauzal tana deydi, agar bu deydi hayotini pusta o'tkazgan bo'lsa, hayotida deydi juda katta ishlar qilmagan bo'lsa, u ham deydi juda ham deydi shu sayoz bo'ladi deydi. Keyin deydi uni qarasangiz rostdan ham deydi ko'zida ham deydi hech qanaqa ma'no yo'q, ko'zi ham qanaqadir bir pastga tushib ketgan, shunaqangi bu kauzal tanani deydi ahvoli deydi. O'shaning uchun demak birinchi navbatda shu energiya olish, tepadan kelayotgan energiya olish uchun demak bizani nozik tanalarimiz hammasi sog'lom bo'lishi kerak. Nozik tanalarda demak fikrlar sog'lom bo'lishi kerak. Keyin astral tanada bu demak hissiyotlar hammasi demak toza bo'lishi kerak, xuddi rostdan yosh bolanikidek. Undan keyin demak biz qanaqadir o'sha hayotimizni har bitta etapida oldimizga maqsad qo'yib, o'shanga erishib, katta ishlar qilib, demak bu jamiyatga nimadir berish, nimadir berib, nimadir qanaqadir iz qoldirib, ongni balandga ko'targanda demak hujayralar ham to'liq yetilib organizm deydi har doim o'sha yasharish demak o'sha jarayon deydi ketaveradi deydi. Ana endi Yelena Blavatsky ana o'zini o'sha разоблачение Iziды degan kitobida shunaqa degan, u ahamiyat bergan. Shu Tibetga borganda bir ayolni ko'radi-da, shunaqangi u juda ham благотворительность bilan zanimatsiya qilib, demak bu hamma qiynalgan odamlarga yordam berib, juda ham deydi uni yuziga qaraganda shunaqangi mehr taralib turibdi deydi. Juda ham rahmdil ekan. Keyin men uni deydi bir 45 yosh bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin atrofdagilar aytdiki, yo'q, u 96 yoshda ekan. 96 yoshda men hayron qoldim, bunchalik keyin shunchalik qiziqdim-da. Keyin u bilan deydi shu borib suhbatlashganda nimani sezdim? Unda deydi mana shu 4-chakrasi juda yaxshi rivojlangan. Bizning mana shu chakralar, endi pastki 3ta chakra bu zimnoy hisoblanadi. Demak bizaga bog'liq, bu demak ishlashimiz kerak, demak biz dam olishni bilishimiz kerak, demak duxovni energiyani olishni bilishimiz kerak. Uchinchi oldimizga maqsad qo'yib, shu irodani rivojlantirishimiz kerak. Undan keyingi tepadagi 4-5, 6, 7 chakralar bular hammasi yuqori vibratsiyalarni qabul qilish kerak. Bular juda ham yaxshi rivojlangan, yaxshi bu nima deydi, muvozanatda bo'lish kerak deydi. Ana bu ayolda men deydi o'sha 4-chakrasi shunchalik darajada rivojlangan deydi, shunchalik deydi uni ko'zlari, yuzlari mehrga to'la deydi, shunaqangi nur taralib turibdi deydi. Bu ayolda men ko'rdim, umuman deydi qarilik alomati yo'q deydi. Keyin u yana Hindistonda yana bir ayol bilan ishlaydi-da, u aytadiki, bu ayolda deydi u zvuk bilan mantralar aytar ekan deydi, shunda zvuk deyapti, u 5-chakra. Demak ichkaridagi biz masalan o'zimizni fikrimizni bildira olsak, ichkaridagi talantni, ijodni tashqariga chiqara olsak, o'shanda deyapti juda ham katta tepadan kelayotgan vibratsiyalarni qabul qila oladi yuqori chakralar. Mana shu 5-chakra u ayolda juda ham rivojlangan ekan. U fastanom deydi kelgan odamlarga, kelgan unga kimlardir исцеление shu undan bir qanaqadir bir maslahat so'rashga, kimlardir kasallikni davolashga kelganda u постоянно deydi shu zvuk bilan deydi qanaqadir tovushlar chiqaradi, juda ham deydi yoqimtoy tovushlar deydi. Bu ayol ham deydi 90 dan oshgan ekan, juda ham baquvvat deydi, ko'rinishlari yaxshi deydi, o'zi ham deydi ko'zidan shunaqangi bir yuzdan nur taralib turibdi. Bu demak ana shu yuqori chakrasi rivojlangan. Keyin yana bir bu Xitoyda bo'lgan voqeani gapiradi. Bu ayol ham 102 yoshda bo'ladimi? O'shani aytibdi-ki, unda deydi juda iroda kuchli ekan, sportivniy shunaqa ayol deyapti. Butun deydi og'ir yuklarni ham ko'taryapti deydi, shu ishlarni ham qilyapti deydi, hammasini o'zi eplar ekan. Bu 100 dan oshgan ayol deyapti. Unda deyapti u nimani sezadi? Shu 3-chakra солнечное сплетение. Солнечное сплетение bu kindik atrofdagi shunaqangi juda ham katta energiya oladigan markaz. Bu juda katta rol o'ynaydi. Allohning kuchlari kirish uchun bizda mana shu iroda juda ham kuchli bo'lish kerak ekan. Iroda qancha kuchli bo'lsa, voля deydi bunga
askezalar bu demak qancha biz o'zimizni majbur qilib maqsad qo'ydikda o'shanga erishish uchun o'zimizni majbur qilib qancha o'zimizni nima deydi sabr toqat bilan rivojlantirsak iroda qancha rivojlangan bo'lsa shuncha yuqoridagi vibratsiyalar kirib sekin organizmni birinchidan juda ham katta vibratsiya juda katta energiya bilan ta'minlar ekan ikkinchisi bu mana 3-chakra bu pastdagi земной chakra bilan tepadagi yuqori chakrani o'rtasida turadi и yuqoridagi chakralarga demak muvozanatga solishga bir yordam beradi. Ikkinchidan mana shu askeza masalan mana bizada musulmon dinida ham mana ro'za tutgan paytda askezalar bor. Hammasi masalan kun davomida ovqat yemaslik, suv ichmaslik, qanaqadir o'zini majbur qilib bu narsa mumkin emas, bu narsa mumkin emas, mana shu zapretlar hammasiga chidashib, bu ham juda ham katta askeza deydi. Undan tashqari masalan mana bugun turib mana shu ishni qilaman. Bugun turib mana shuncha narsani masalan o'qiyman. Ana shuni qancha o'zingizga majbur qilsak, u ham shu yashartirish qobiliyatiga shunaqangi bir vosita hisoblanar ekan. O'shancha aytyaptiki, solnечный spliteniani agar yaxshi ishga tushirib 3-chakrani yaxshilab rivojlantirsa, bu juda ham deydi, birinchidan deydi, bizani demak yuqori chakrani ochishga yordam beradi, yuqori vibratsiyalarni qabul qila olamiz. Keyin inson deydi o'zi maqsad qo'ydimi deydi, u juda ham deydi qiyin ishlarni oson qila boshlaydi, oson ishlarni quvonch bilan qila boshlaydi deydi. Undan keyin deydi unga juda ham katta tepadan g'oyalar keladi deydi. Qanaqadir to'lib toshib shunaqangi bir uni oldida o'tirgan odam ham deydi energiya to'ladi, chunki yuqori vibratsiyalarni hammasini qabul qila oladi deydi. Shunaqa qilib shu Yelena Blavatsky aytayotganki, bu yasharish uchun deydi, har doim yosh ko'rinish uchun qanaqadir bir qimmatbaho kremlar yo qanaqadir bir qimmatbaho xirurgik operatsiyalar shart emas. Bu deydi odam ichki shu nozik tanalar bilan ishlasa, odamni tepadan oladigan energiyalarni agar shu muvozanatga tushirsa, agar shu chakraviy sistemani yaxshi muvozanatga tushirsa, juda ham katta demak yutuqlarga erishishi mumkin. Chunki odam organizmi 150-180 yoshgacha shu mo'ljallangan hozirgi odamlarning kletkasi deydi. O'shaning uchun agar shu narsalarga amal qiladigan bo'lsak, demak kosmetologlar hozirgi masalan yaxshi nima deydi, oxirgi bularni muolajalarni, har xil protseduralarni biz uni 50-60 yildan keyin bilinadi. Mana ko'pchilik mana aktrisalar ko'p masalan yuzida mimikalar o'zgarib ketgan, qaysidir joylarda masalan nervni masalan paralishlar bo'lgan, o'sha yo bo'lmasa mana cherpnoy nervlarni nima deydi shikastlanishlari, bular hammasi endi oqibat hisoblanadi. Lekin ezoterikada juda ham nozik shunaqangi metodlar bor. Agar ularni yaxshi bilib olib, ularni agar qo'llasa, odam organizmi har doim o'sha yasharish qobiliyatiga ega ekan. Mana Levashov kitobida yaxshi yozgan, chunki har doim 15-10 kunda hujayra nima deydi almashib tursa, 15 yilda suyaklar almashib tursa, demak kasallikni ham yo'lini olish mumkin, kasallikka ham chalinmasligi mumkin. Keyin har doim yosh bo'lib demak yashash mumkin. Hurmatli obunachilar, agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlar qoldirishingiz mumkin.